Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, G'ijduvon.uz tomosha qilayotgan va boshqa tomoshabinlar. Mana bugun 30-may 2025-yil. Bitta qo'chqor bor ekan, shuni obzor qilishga keldik. Sotiladigan qo'chqor. Assalomu alaykum aka. Ana bu qo'chqor. Ana bu qo'chqor. Tomoshabinlar bilan salomlashib qo'yasizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ana qurbonlikka yaraykon zo'r qo'chqor. Yaqinda Qurbon hayiti bayrami. Bu qo'chqor aka necha yosh? Bu 2 yoshar bo'libdi. 2 yoshar bo'libdi. Qo'chqorni sarishta qilish qiyin, katta qo'chqor. Mana akalar. Qo'chqorcha gap yo'q aytganda. Aka buni necha pul deyapsiz? Buni 6,5 millionga bermadik. 6,5 ga berilmabdi. Necha bo'lsa berasiz aka? 7dan bir nima kam beramiz. Ha, 7dan sal-pal o'tib berar ekanlar. Mana qo'chqor. Zotlik nimaga ham o'salar ham. Zotka ham bo'ladi. Arashanmi bu? Ha, arashan ekan mana. Qo'chqor katta, sarishta qilish qiyin. Katta narsa. Aka adres qayer? Adres Pameza mahalla, Pameza ko'cha. G'ijduvon shahar, Pameza mahalla, Pameza ko'chasi adres. Ana akani qo'chqorlari ko'rib tomosha qilib baho beringlar. Aka nomerni aytasizmi? Nomer 245 245 91lik 245 32 21. Ana shu nomerlarga chiqaverasizlar akalar, hurmatli obunachilar. Ana qurbonlikka yaraykon zo'r qo'chqor. Quloqlari butun. Zotka ham bo'ladi, farqi yo'q. Nomerlarni ekranga ham qoldiramiz.